Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar. Sog'lom hayot programmamizning 18-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Fatima Hasan. Biz ota-ona bo'g'uvchilar farzandlarimizda ko'riladigan mush ba'zi masalalarga sal qarash bilan birga ularda har xil kasalliklarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolamiz yoki ba'zi kasalliklarning mushu oldini ololmay qolamiz. Bugün biz muşkul meselelerden biri boğan, balalarımızda görüldüğün xo'rak tartışınınki kelib chiqish sabablari, balalarning sog'lomligiga ilib keladigan ziyonlari, kasallikning oldini olish usullari haqida to'xtalmoqchi. Biz bu vaqtda ma'lumotga ega bo'lish uchun kasbiy bolalar doktorimiz Elminur Sida xonim taklif qildik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz Elminur xonim. Aleyküm assalam. Ben sizlerden bu programını ulaştırıcılarına köp rahmet etmem. Biz muş programımızdaki başlanışta aytib o'tdik. Bugün muş balalarda ko'riladigan xo'rak tartish degani. Xo'rak desa, hammamizningki aqliga kundalik hayotimizda bo'layotgan ahvollar kelib chiqadi. Ammo bizga mush xo'rakningki nimaligini, ya'ni xo'rak tartishning nimaligi haqida rasmiy olarak bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Buludu. Aziz görünmenlerinki şu sağlamlık programı izleyenlerden keyin bazı atalarınki balasının xo'rak tartishi eg'irlab ketib qolganligi, burun anchamış tartadigan, lekin xo'rak tartish bilan balaning kechasida chiqib uyg'onib bearam bo'layotganligi to'g'risida ba'zi bir savollarni tashlagandan keyin xalqimizda uchrayotgan shu so'ralgan savollarga nisbatan qo'limizdan kelishicha bu darslarni tayyorlagan bo'ldik. Köpçülük az qandaşlarımızdan ağlagandan keyin özümüzün balasida gerçi onda alametler bo'lmasmi, lekin atrofimizdagi bolalarda bo'lgan oilani bilsak, shu darsni yetkazib qo'yishni umid qilmayman. Chunki hozir sizlar so'ragan savol xo'rak tartish degan nima? Masalan, xo'rak tartish desa, damalliqqa bu kasallik emas, atalarning nazarida kasallik emas, ammo tibbiy nuqtadan bu bir kasallik. Xo'rak tartish deganlik bolaning uxlagan vaqtda bir yiqimsiz ovozning chiqishi. Balaga qaragan vaqtda mayli cho'nglar bo'lsin va kichik xo'rak tartish har qanday odamni ko'rildi. Bo'libmi 2 yoshdan 8 yoshga oraliqdagi bolalarda ko'p ko'riladigan kasallik. Xo'rak tartish cho'nglardami davomli bo'lib turadigan ish bo'lgani uchun bu atalar nisbatan bu kasallik tuyulmaydi. Dadasini tartishda bolasini do'rab qilgan o'xshaydi degandek sal qaraydigan yoki xo'rak tartish bir normal ish, bola xato yetib qolgandi deydigandek atalarning nazarida bir kasal emas, ammo tibbiy nuqtada bir kasal, ham bolaning uxlagan chaqda ritmsiz holatdagi bir nafas siqilishning bir xil alomati xo'rak tartish deyiladi. Undan sonra mushu xo'rak tartishninki sabablari bu nimadan kelib chiqadi? Mush haqda to'xtalgan bo'lsak. Endi xo'rak tartishning sabablari deganda balkim bu programmani ko'rayotgan otalar o'ylashi mumkin, bu bolalar to'g'ri so'z aytibdi, cho'nglar qanday bo'lgandi deb qilishi mumkin. Lekin cho'nglar o'zidagi xo'rak tartishning nima sababdan bo'layotgani ancha-muncha biladi. Ammo kichik bolalardagi xo'rak tartish asosliqi shu badamchik bezininki bek usab ketishi, ya'ni shu angina deb qo'yamiz. Shu sababdan ikkinchisi burun bo'shliqidagi haddan ziyod tar bo'lishi ham burun bo'shliqida o'sma yoki ma'lum bir shu tarliqning bo'lishiga sabab bo'ladigan moddalarning bo'lishi sababli xo'rak tartish kelib chiqadi. Endi bu xo'rak tartish degan chaqda bo'libmi mush to'l gil og'riydigan bolalarda badamsimon bezi butunlay to'liq yaxshi bo'lmagan sharoitda kech uxlagan vaqtda odam o'ngsi yotgandan keyin u tilning orqasidagi badam bezi keyniga sangilgan holatda nafas yo'lini to'saydi. To'liq to'simaydi, to'liq esa oksigen to'xtab odamning hayoti oxirlashadi. Yerim to'saydi, bola shu nafasni burnini simirgan vaqtda u yerda ravon o'pkaga bormaydi bu ovoz. Bu havo bormaganki u yerda bir siqilish paydo bo'ldi. Shu sababdan xo'rak tartish kelib chiqadi. Endi bolalarda ko'riladigan xo'rak tartishning ko'pincha sabablari birsiga shu angina sababli. Bo'g'izniki bek ishib ketadigan bolalarda ham tug'ma xarakterlik yo'g'on bo'ladigan bolalar bor. Masalan, anginasi tug'ma xarakterlik yo'g'on. Odatda saq turadigan lekin yo'g'on. Yani bir bola bor, shu badamsimon bezi ko'p og'rib qoldigan, har qitim og'riganda chala davolanib, davomli ish holat turadigan. Uningdan boshqa bolalarniki burun bo'shlig'ida ma'lum bir tarliq tug'ilish jarayonida tension deb qo'ydi. Aslida bo'lgan bundaq tarliq yoki bo'lmasa burun bo'shlig'idagi ma'lum bir o'sma yoki bo'lmasa shu reaksiya xarakterli komishin deymiz. Reaksiya xarakter burun yollig'ida bo'lgan boladimi burun bo'shlig'ida tarliq paydo bo'ladi. Buning bilan xo'rak tartish kelib chiqadi.
Onun başqa yaqin yağı yana bayqilayotgan xo'rak tortishning sabablaridan birisi bolalarning haddidan ziyoda semirib ketishi. Bu mu sebep buludu. Yana ba'zida ancha-muncha xo'rak tortib qolgan bolalarningki sababi yotgan yetishning bolalarning to'g'ri yotamay qolgan chog'da u chog'da xo'rak tortish yuz berdi. Endi bu xo'rak tortishning sabablarini hamma odamga o'xshash ma'lum bir sabab bilan yuz berdi yoki ma'lum bir mikrob bilan yuz berdi degan har bir bolaninki xo'rak tortishning sabablarini u bolalar doktorga borgandan keyin uni tekshirib, sening burningda masala bor ekan yoki bo'lmasa seninki badamsima bezingda masala bor ekan yoki bo'lmasa senda reaksiya xarakterlik burun yallig'ining ta'siri bor ekan degandek sabablarni izlab chiqadigan gap. Hamma bolaninki sababi o'xshash bo'lmaydi. Ama yaqinda semiz bolalarda xo'rak tortish ko'p ko'rildi. Chunki semiz bolalarning tilining semirib ketishi bilan bu og'izga bu og'iz bo'shlig'ini to'sash kelib chiqdi. Bu sababdan bu xo'rak tortish kelib chiqdi. Ondan sonra bolalarninki normal bedeninki kilo sonlarga muşlarga dikkat qilishimiz kerak ekan, semirib ketishininki oldini olish uchun. Endi kichik bolalarninki masalan ularni mana yema, mana qilma, bundaq nim qilishim kerak deb kontrol qilolmasligimiz mumkin. Ammo mush bolasi semirib ketishga qarta mengayotgan ota-onalar bo'lsa, mushning bekrak diqqat qilsa bo'lg'adak. Endi mushu xo'rak tortish deganimiz kasallikmi bu bolalarda ko'rilgan? Bu bir kasallikmi yoki başqa bir ahvollar bormi bu haqda? Xo'rak tortish men bayam dedim-ku, ota-onalar nazarida kasallik emas. Shunday nuqtani aytgan chaqda bu bir kasallik. Chunki biz bayam dedik, bu xo'rak tortishning nima sababini kelib chiqdi degan chaqda birsiga badam ismay bizning aydidan ziyoda yo'g'on bo'lishi, og'iz bo'shlig'idagi pen tarafidagi o'pkaga havo borgan qismini to'sib qilishi yoki burun bo'shlig'idagi masala hem onundan başka balonu açtığı derece semizi sebeplerinin kelib chiqqan bo'lgandan keyin bu sababi iliq kasallik ko'rinib turgandan keyin bu albatta bir kasallik. Ama biz ailede davamlı her gündegidek uchrab turgan ahvol bo'lganligi uchun biz buni kasallik deb qaramaymiz. Hem ota-onalar buni kasallik deb qaramasligining sababi buning bolaga bo'lgan ziyonli ta'sirini bilmaganligi, bayqayolmaganligi yoki buni his qilolmayotganligi uchun buni kasallik deb qaramaydi. Amaliyotda buni kasallik ekanligi bu bolalarning o'sish jarayonida asta-asta ko'rildi. Buni yana aqlki shu munosabatli savollar orqali javob bersak bo'ldi. Amaliyotda xo'rak tortish bir xil kasallik. Ondan sonra shu bolalarda ko'rilgan hamda xo'rak tortishninki siz dedingiz tibbiy jihatdan bu kasallik normalda biz deymizmi normal hayotimizda mayli cho'nglar bo'lsin, mayli kichiklar bo'lsin, har kunlik uyqu hayotimizda buni anglab turganligimiz, yashayotganligimiz uchun haqiqatan kasallik bo'lganligini qabul qilishimiz tezroqkan. Men bu temani boshida anglagan vaqtimda voy bu xil kasallikmi bormidi, nada bunday ish bordi deb boshda qinim qilgandim. Ondan sonra muş balat ko'rilgan muş xo'rak tortishninki hamda siz tibbiyda kasallik deganligingiz uchun kasallik deb olaylik. Mush xil kasallikni davolag'il bo'lamdi? Bu kasallikni davolag'il bo'ldi. Ammo ota-ona bo'lg'uchi bolasining mush xo'rak tortayotganiga diqqat qilishi, qachon boshlandi, qanday vaqtlarda boshlandi, bu xo'rak tortishlik ig'lab boramdi. Bola har kuni xo'rak tortgandan keyin bolaning atiyalik kayfiyati qanday, bola bosh og'rishlar qanday, bir kunlik o'qish hayot qanday o'tyapti, bola maktab borgancha uxlab qolgan ahvollar bormi, maktabda uxlab qolgan ahvol bormi, yoki bolalar uy qaytib kelgancha ruhsiz, kayfiyat yaxshimagan, charchagan, o'rin holatda uyg'onishga ta'sir yetyapti. Bu nuqtalarda izlanishi kerak. Endi bu kasallikni davolag'ili bo'ldi. Davolash cho'nglar bilan kichiklarniki o'xshamaydi. Mesela endi biz shu kasallikni so'zlash jarayonida aslida bolalarda xo'rak tortgan chog'da buni uyqu testi deydigan bir xil tekshirish usuli bor. Bolani uxlatib normal sharoitda uxlatib bola qanday holatda uxlash qiyin bo'lsa shu holatda uxlatib turib 24 soatda bu bolani xo'rak tortishiningki issiga, miyaga, yurakka bo'lgan ziynini, hatto bu bolaninki bosib chiqargan ziynini tekshiradigan uslub bor. Ama bunun da bolalarniki bu jihatda uslubini tekshirish natijasini statistik qilib o'tirib qo'ygan bir ahvolni az uchrayotgan. Shunga hozir ularning bir misolini keltiraman. Buni davolag'il bo'lamdi degandan avval buni davolash kerakmi degan savolni qo'yish kerak. Ota-onalar buni kasallik deb qaramaganlik uchun buni davolashga ahamiyat bermaydi. Agar buni kasallik deb bilsa, albatta hozir vaqtda bolalarni har tarafdan ahamiyat beradigan ota-onalar bu xo'rak tortishning bolalarning zinini bilib yetsa,
Şəxsən bu dərsimizdən ki, bəlkə nurgun atalar balalarga xorək tartışqa diqqət qilishi, onun jarayoniga diqqət qiladigan, onun eğilib dərisine diqqət qiladigan, onun bu haqda izləndigan, həm doktorxanalarga apıradigan bo'lishi mumkin endi. Biz shunday bir manfaatni ko'zda tutib davatimiz. Chunki bu xorək tartışda masalan bir odamninki, cho'ng odamning 45 yosh atrofida bir odam o'zini xorək tartganligidan beyaram bo'lib, bir shiqidim yurib bunun bilan doktorxonaga borganda doktorlar buni hisoblanib uyqu testi yapgan. Yapgan chog'da bu odam odatda uyquga 4 bosqich bo'ladi. Kirish bosqichi, ondan ikkinchi bosqich, uchinchi boshqa derin bosqich deydi. Tush ko'rgan, tinish uxlaydigan bosqich, to'rtinchisi sagat, o'g'nish qilib qo'pirgan bosqich. Bu uyqu bosqichi 4 bosqich bo'ladi. Bu 4 bosqichninki normalmi, emasmi, vaqti qanday, uxlayotgan chog'da badanda qanday o'tish bo'ladi deganni butun badanga signallarni taqab turib, buni elektron usuli bilan o'lchaydigan bir asbob bor. Endi buningda men kichik bolalarga uchratmadim, cho'nglarnikida 45 yoshli bir odam mushu uslubni foydalanib, o'zini xo'rak satganligi badan tekshirish olib borgan. Olib borgan chog'da 6 soat uxlatgan. 6 saatning ichida 150 qitim xo'rak tatgan. 150 qitim xo'rakning ichida 7 qitim 3 daqiqadan nafas to'xtagan. Buning bilan doktor buni degan, sen buning uchun qattiq jiddiy davolash olmasa, hamma bir kun yuraging to'xtab qoldi. Yoki bo'lmasa mashina haydag'an vaqtida uxlab qolib, nafasing to'xtab qoldi. Yoki bo'lmasa tüks nefes to'xtashida men qanchalar ahvollar bo'ldi, qon besim paydo bo'ldi deb qilsa, bu odam kulib ketgan. Kulib ketib, bu hammadan totliq xo'rak tursa, men zaten bunda bir o'zim tashlab boqay deb kelgan deb sal qargan 5 yildan keyin bu odamda qatnash vaqasi yuz bergan. Shu qizil chiroq to'xtagan chaqda tüks uyqusi kelib ketib, ikkisi yaxshi qilmagan keyin tüks uyqu kelgandan ko'z yumib xo'rak bir tatibla 3 minut qizil chiroq to'xtab qolgan qatnash vaqasiga yo'liqqan. Shuningdek bu odam davolashgan. Endi bu demak bo'lgan gapim bolalarniki bunda tekshirish natijasini statistika qilgan bir ahvolni ko'rmadik, lekin bolalarda mushu yig'ilib ketib qolgan vaqtda bu ota-ona cho'qim doktorga olib borib shu uyqu testini qilish kerak. Qanday bu xo'rak tatayotgan chog'da bolaning yuziga qanchalik ta'sir qilyotidi, uyqusiga qanchalik ta'sir qilyotidi, bolaning miyasiga qanchalik oksigen yetishyotidi, yetishmayotidi hammasi bilindi. Bilinganki shunga qarata davolash olib boradi. Endi bu davolashning uslubini keyinroq so'zsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Buningda ota-onalar eng avval boladagi o'zgarish diqqat qilish kerak. Endi bu xo'rak tutgan bolalarda nima alomatlar ko'rindi degan nuqtani biz ta'kidlashni muhim deb qaraymiz. Xo'rak tutgan bolalar bir narsaga darhol uxlayolmaydi. Agar darhol uxlagan bilanmi, shu xo'rakning tortishi bilan pat-pat uyg'onib ketadi bola. Uyqusi 4 bosqichni to'liq ratlik tutilmaydi bunda. Tartib bilan ma'mul. Bunda bo'lgan bolalarda kecha oksigen kamlikdan necha qitim yurak to'xtagan, necha qitim o'tkisi havo yaxshi ma'magan, necha qitim miyasiga oksigen to'liq yetishmagan sharoitda aytganda bolalar tortchigan holatda qopidi. Masalan, mushu jarayonda men bir ayolninki kasallik tarixini o'qidim. Bu ayol 45 yil o'tdi. 65 yoshda o'tdi. 45 yilni yog'i besh og'riyotgan. Bu 45 ni qon besimini debdi, yana boshqa kasallikni, mergrin debdi, bemani yer og'riyotgan debdi, stress debdi, psixolog debdi. Hammani deb bu ayolni bu 45 yilni bosh og'riq to'g'risida yeyotdi. Shuningdek bu ayol 20 necha yosh vaqtdan tortib bizga semizga xo'rak tortayotgandi. Hech qanday bir doktor xo'rak tortish sababli sening beshing og'ridi delabdi. Shuningdek bu ayol yaqinda bir programmani ko'rib, bu xo'rak tortgan chog'da menga oksigen yetishmay, atdiganda bosh og'rib qopdi degan bir o'yinmushi biz hozir shunday xalq sunayotgan programmada programma ko'rib qolgandan keyin doktorga beribdi. Doktor buning butun ahvolini anglab chiqqandan senda mushuning uyqu test qildirgan deb qildiribdi. Shuningdek bu ayol mush og'ziga taqaydigan bir aqlli maska deb bir maska bor. Xo'rak tortganlar maska taqvasa ketsi bo'g'ozni kelib to'sib qoldigan ishni masalan shunday xo'rak to'slay degan chog'da avtomatik harakat qilib yana ochadi. U oksigen bermaydi, faqat ichkirish rolini o'ynaydi. Bu ayol shu davolashni qayerga bosh og'rig'i to'xtatdi. Endi demak bo'lgan gapim bolalarda atdiganda bosh og'rib qopsa, hech yuragi ritmisi so'qsa, nafsi yaxshi bo'lmaganki atdiganda bolaning kayfiyati yaxshi qolmaydi. Kayfiyat yaxshi qolmagan bolalar semiz bo'lmasa tamoqni yaxshi yemaydi.
Ana mektep barsa sınıfta uxlab o'tirdi. İş qo'shaqmaydi. Chunki odam saf oksigendan bir kechda yaxshi bir nafaslangancha butun organizmni qalamqon qildi degan. Shundoq. Şunu olan babanın yüzüne düşüdü. Ders kızıkmaydı, boyu ösmeydi. Her cihetten balınınki üst bitişki tesir küsüdü. Bu şiddetin ziyade badamsının bizi semiz, ya ki burun boşluğu mesela ballarınki xorak tatvatkan ballarınki türkü karşıma vücuklap kalgan, boyu ösmegen, çırayı tatran, betren, başta buludu. Kaçanlı kası aşımda kamıştek yapma koşakmaydıgan aşkıyal oturup dötmeki dötemez. Zamanlık üz kızıkan esleke kalıp işlegende kamilen umumiy holatdan balda bir xil g'ururlik, bo'shanlik, bir xil chiroydan bir xil ahvolniki tushkunligi chiqib turadi. Mana bu boladagi masalan jismoniy jihatda va aqliy jihatdan bolalarni sog'lom yetildirish uchun cho'qim boladagi ko'rilayotgan alomatni ota-onalar sezish kerak. Uni sezgan keyin bolalarni doktorga tekshirish kerak. Tekshirayotganda cho'nglarning alomatlari o'tmaydi. Cho'nglarda semizlik, hormon eksikliği, ya ko'masa shundoq badam sifatida burunni to'sib qolgan bola kichik bolalarga o'xshamasmi? Lekin ma'lum bir o'smirlar bo'ladigan ya ko'masa bedoyan deb qo'ydim, u burun chiqtirib suratga yolliqlar sababli adini ziyod semizlik deb qo'ydi ba'zilar deydi. Hech qanday alomat bo'lmasa tatitgan qo'ydi. Irsiyat sababli bo'lganlar bor. Cho'nglarniki akvalmaydi kichik bolalarda aş ballarniki xo'rak tatgan bolalar xo'rak tatmagan bolaning farqi nihoyatda cho'ng bo'ladi. O'z bitishini mana men deb qo'ydim. Endi atalvoy bunga men uzuq beryapman, tamoq beryapman, kuchyapman, yeb deyapman, vitamin berdim, qilmaganim qolmadi deydi. Ammo balansa xo'rak tatish bo'lsa, cho'qim ashuni tekshirib shuni deb olishingiz kerak. Demakki bu tamoman shu ko'z tush orqali o'tirg'i chiqara oladigan bir kasallikka. Vallah uxlagan vaqtida uxlagan vaqtda bola necha qitim uyg'ondi bir ana bir kechilikda hech bo'lmagan oyda bir 3 qitim, oyda 3 qitim bolasini endi birga yetib, odatda bu 2 yoshdan 8 yosh bolalarda ko'rildi. Xo'sh. Ko'pincha ko'p ko'rildi 3 yosh va 6 yosh deb qo'ygan ba'zi tushuntirishlarda. Ammo bu vaqt bolalarda qarang, 4 oylik bolalar, 4 oylikdan burungi bolalar burun orqali nafas oladi. Öpüsü, qo'sqi bilan olmaydi. Odam ish cho'ng'an öpüsü bilan qo'sqoq mesela qirg'asida qo'sqoqdan nafas oladigan bo'ladi. Ammo kichik 4 oylikdan bola burun orqali nafas oladi. Yaqinda bir bu bolani ko'rdim, 40 kunlik vaqtdan tortib xo'rak taqqanda pushiltayotganda. Xo'sh. 40 kunlik bola. Bu bolani shu tekshirayotgan chaqda burunni burnim bor deb tekshiribdi. Ya bir o'sma chiqmabdi, ya burunimda tug'ish xarakterlik bunda tuzib qolgan yo'q ekan. Keyin qarasa bu bolani kunda shu hadini ziyoda bolda shu pushildigan og'iz qurib ketib, og'iz qurgandan keyin burnida qaqash qilib, u qaqash butunlay tozlanmay, shuni xo'rak tatish kelib chiqqan. Shuning uchun 4 oylikdan burun bolalarda pushildab xo'rak topgandek cho'ng odamnikidek ovoz chiqmaydi. Shundaydi. Rahat uxlayolmaydi, birdan uyg'ondi. Bunday vaqtda 4 oylikdan burun bo'lgan bolalarniki ahvolini kuzatgan ota-onalar dorixonaga kirsa, bolam shunday alomat bo'lyapti desa, cho'nglarga nisbatan horlama deydi bu turishchi buni. Kichik bolalarniki bunda rahat nafas olamayotsa, tozlaydigan suyuq bor. Buni suyuqni shu tozlashni ko'rsatib qo'yadi. Balada bütün bir qitim tozalab bersa, 4 oylikda burun bolalarniki burun bo'shliqi to'sablik pushildashninki oldini olib bolalar rahat uxlaydigan bo'ladi. Agar bunda bolada 4 oylik burun bolada agar burun ashta to'sib qolsa, yaxshi immaydi bola. Imgan joyga to'sib qolganki burni uni imamaydi. Shuning uchun bunda bola nima uchun bunda kesilish yaxshi qilolmaydi desa, 4 oylikda burun bo'shlig'ining ishini tozalaga diqqat qilish kerak. Xo'sh. Ondan keyin cho'rak bolalarda alamet ko'rilgan chaqda to'xtab bolamning gilbak og'riydi. Mushu sababdan xo'rak tortyapti. Yoki biz bolamning burunda masala bormi? Asosiy sabab chiqib men bu doktorga ko'rsatib boqay deb doktorga olib chiqdik bolalar. Hozir rentgen tekshirsa, yoki betoq tekshirsa, yoki CT tekshirsa nas chiqdi. Men shu vaqtimda kuchog'im bir kasalni akaga bir qiz oldi. O qizning o'gay opasi bor ekan. Shu o'gay opasi bilan akaga vaqtida 13 yosh kiribdi bu qiz bola. Xo'rakni tatdiki, ham beshim og'riydi deydi. Sonra bu qizning ko'sib qanchaqda shu opasi voy hech qanday ish qilmaydi, shunda ho'ron, bu yosh kirib bir tamoq yeyishni bilmaydi. Deb shunda dadsini oldida aytdiki, bu shunda ho'ron anamada dedi, keyin dadsi ketgan dedi, bu qasddan menda qerish boshqa qildi. Men o'gayim so'rashqa men mustaqil deb balsi shikoyat qilgan bo'ldi. Men gap qilmadim, u qiz olib qarsam bir xil xomish chiroy. Shunda cho'ng uxlang desa xo'rak tatib toza uxlaydi deb anisi shunda dedi-da bizga. Dedik keyin topdi deb bu qiz bolaning miyasiga CT ishildi. CT ishilsak, mush burun bo'shlig'ida o'sma chiqdi.
Ösme bo'lganki, cho'qim bu 5 oylarda kasal bo'lsa, bosh cho'qim og'riydi. Bosh og'riqi shu sababdan, xo'rak tortishimiz shu sababdan o'qizgandan keyin shu ibuprofen bo'limiga akirib operatsiya qildirib ketdi. Demak, ota-Allah işte sal so'ralib qoldi, xo'sh yoqmadi, yatqacha xo'rak tortib uyda uxlaydi. Deb to'xta, ammo bola nima uchun xo'rak tortdi? Bu bola nima uchun bo'shab qoldi, nima uchun boshqa bolalar jonliq emas degan narsa kuzatish yapmagan. Shuning bilan o'qizgandan keyin, hatto maktabga boramagan, sirtda o'tirib ishni qo'yib yatsa xo'rak tortgan. Bola xo'rak tortdi deb qijilib maktab boramagan. Bundan shu ota-Allah'niki bolalarning alomat diqqat qilishi bek muhim. Tamamen şu ata-onalar balalarni ko'z tutish orqali mayli kichik bovoq bal bo'lsin va yoki cho'ng bal bo'lsin, haqiqatan buningki ichiga yaxshi kirib chiqsak, ilib keladigan ziyonlari nihoyat ko'pga. Ondan sonra şu xo'rak tortish hamda shu o'ziniki siz abay deb o'tgan qismlaridan boshqa yana o'zida ergashma kasalliklarni paydo qilamdi inson badanida. Endi hozir yana deb o'tib ketdik. Masalan, xo'rak tortishni ota-onalar kasallik deb qaramaganlik uchun bu uzun mezgillik bolalarda davom qiladi. Buni alomatlar bir kunda ta'sir qiladigan ish yo'q yoki bir kunda bo'lib ketadigan ish yo'q. Asta-asta ko'riladi. Xo'sh. 2 yoshdan 8 yoshgacha bo'lganlar ko'p ko'rildi deganki, shu vaqtlarda bolalar xo'rak tortish ko'p bo'lsa, ota-onalar buni diqqat qilgan chog'da men degandek egashma kasalliklar chiqadi. Birinchi bo'y o'sib yetilishi normal bo'lmaydi, hormonlarda eksiklik bo'ladi. Balada aşırı derecede simirip gidadigan yoki aşırı derecede og'riqlar ketadigan ahvollar bo'ladi. Onun boshqa bolalarga o'qish kirgan keyin o'rganish natijasi tuvan bo'ldi. Bola yaxshi o'qiy olmaydi. Shularning hammasi egashma alomatlari bo'ladi. Ammo ob yaqinda o'sma bo'lib qolsa, vaqtida tashlanmagan joyda bosh og'risi kelib chiqadigan bolada boshim og'ridi deydigan yoki mesela shu o'sminiki yoki mesela to'sonlik sababli bolalarning ko'rish qismatiga yetkazadigan yoki mesela bolalarning badamsman tizimidan ziyodi simirki sababli bolalarniki bundaq ses toni yoki bolalarniki mushta ovoz nimasiga ta'sir qilgan ahvollar ham ko'rildi. Bu erishma kasalliklar asta-asta bu kasallikning yig'ilishiga erishib, vaqtni o'tishiga erishib ko'rilgan alomatlar. Haqiqatan biz normal hayotda bek diqqat qilmagankin buni başdan sizmi deb aytdingiz, menmi deb aytdim. Kasallik deb qaramaganligimiz uchun bek diqqat qilib ketmaydiganmiz. Kichik vaqtimizda bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, xo'rak tortsa, bizni o'ydikilar normalda yon yetib qolganlik uchun, ya'ni yetish shakli xato bo'lganlik uchun xo'rak tortadi deydigan gapni qiladi. Ammo ma'qul shaklda buni ichkilab kirsak, haqiqatan sog'lomligimizga nihoyat ziyonli taraflari ko'pga. Ota-onalar buni bu vaqtda nihoyat bek diqqat qilsa bo'lgudek. Endi shu xo'rakni boshladik-ku, siz abay uyquni tekshirtish kerak deb o'tdingiz. Axırda şu rahat uxlash uchun bolalarniki rahat bir uxlashi uchun biz ota-ona bo'g'uvchilar nimalarga diqqat qilishimiz kerak bu haqda bir to'xtalgan bo'lsak. Chunki jiqatanlarniki bu vaqtdagi shikoyatini anglab o'tdik, bolam yaxshi uxlay olmaydi. Bu xo'rak tatmagan bolalardan bo'layotgan ahvollarda bu bolam yaxshi uxlay olmaydi. Kechasi masalan 3-4 qitimdan jiq uyg'onib ketadi. Emish nemisdagi bolalar bo'lsa, masalan, ularni kechada 4 qitim yoki 5 qitim emitsa deb doktorlar deb berdi-ku. Uningdan boshqa bolalarga uyg'onish vaqtlari bek ko'plab ketdi. Anadan keyin kechasi yig'laydigan masalan bolalarda uyqusizlikdimi yoki buningki boshqa bir sabablari bormi? Mushaqda hamda xo'rakka kirganki uyqu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsak. Endi bu uyquni önemli uxlash bir insonning hayotidagi eng cho'ng xo'shallik, eng cho'ng bir xil ne'mat deb bilamiz buni. Shunday degan chog'da bizim bir kecha yaxshi uxlayamizsa, butun hayotimizning hammasi egizpas bo'ladi. Insonning kayfiyati yaxshi bo'lganda kişiler bilen kişilik münasebet yaxşımaydı, ailedeki balı bilen münasebet, ayol oturusuyla münasebet, iletişim, her kanda nesli tesir kısıdı. Şimdi hoş yapmaydı, mesela hizmet önümümü tüyen buldu, okuş önümümü tüyen buldu diyende. Endi bunda, biz bu kısqı vaktin içinde uykunu çok önemli kılış için bu bakbaldan tatip çoğu adamımızı söz yapılamayız. Ama bu bakballarının küçük vaktida uykusunu yaxşı bulmazlığı, bir nesliye balınınki kosak toydu mu toymadı mı? Kichkinasiga bolaninki shu vaqtga qarab juyulamdi, juyulmamdi. Bola bir yer qishib kelsa badan beram deyamaydi u. Xo'sh, kerak. 3 kunda bir jug'an, 7 kunda bir palto bo'lgan bolaning uyqusi bilan 15 kunda bir oyda qatnay yurgan bolaning uyqusida farq bor. Bu bir. Kinasi qo'saq masalasi. Nurg'un endi shu hozir yaqin yoshdan bolalarni emitgan chaqda
Zat 6 ay sütü versek bo'ladi, suv bermesek bo'ladi deb kitobdagi o'lcham bo'yicha qiladi. Tamam, shunday qilsangiz to'g'ri. Kitobdagi narsa xato emas yoki ilmiy emas, bir tarafi yo'q. Lekin kitobdagi shu yozilgan narsaga hamma bola uyg'un kelishini aytadi. Xo'sh. Masalan, bolalarimiz masalan süt to'ymaydi. Ba'zi ota-onalarning sütü kitobda ona sütini emsin degan chaqda, bu ona sütü qo'yilgan talab qaysi talablar? Ana sütününki her qitim emish miqdori qancha bo'lishi kerak, sütünün kalitesi qanday bo'lishi kerak, ana qanday vaqtda qanday emish kerak degan nuqtalarda har bir ota-ona ona o'xshamaydi. Bunda bo'lganki bolaga bergan sütning miqdori, quvvati, uniki bolaga qo'yish miqdori deganlar hammasi farqli. Shunga bolalarimiz uxlamay qolsa, ketsa yaxshi uxlagan bolalarning mush qo'sqa ochma to'qmoqni diqqat qilish kerak. Chunki bolaning qo'sqa 2 soatda bir soatda yanib turib chiqib qolgan. Shunga agar qo'sqa to'ymagan bolalarga men bir chaqib bir bulmoqni tavsiya qilsam, bir mishad o'qib degan qiz balki, "Voy, u bulmoqni bunda kitobda yozmabdi-ku. Buna ilmiy asos yo'q-ekan" dedi. Men dedim, bizning bu bulmoqni vatan tatib Uyg'urlar buni odat qilib, bizni o'zimizni odatga ko'ytirib aylangan narsa. Buni biz Xitoylar kitobda yozib qo'ymaydi. Kitap yazmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Kitap yozilmagan bilan hayot tajribasida yozilgan 4 bolaning hammasi uch bulmoq bilan kesib qo'sqin to'yg'izib, uyqusini yaxshi qilib, o'zimizning uyqusi yaxshi bo'lgan, bolamizning uyqusi yaxshi bo'lgan holatda cho'ng qilgan, bizning bolalarimizni sog'lom cho'ng bo'ldi degan shunday gapni qildim. Demak, shugan gapim endi bu kichik bolalarniki agar hozir biz qo'raqtash to'g'risida so'zlayapmiz-ku. 4 oylikdan burun bolalarda qilib yaxshi uxlamay qolsa, buni ichini tozalash kerak. 4 yoshdan keyin bolani yaxshi uxlamay qolsa, boshqa sabablar bormi? Bolani qo'sqida chinqilish bormi? Yel turib qolgan ishlar, buni diqqat qilish kerak. Bolaning uyqusini yaxshi bo'lsa, bir qo'saq, cho'ng odam qo'sqa chiqib qolsa yaxshi uxlamaydi. Qo'saq, juyunish, uchayninki taraf yo'lning ravon bo'lishi bu shu masala. Ham cho'ng odamniki bo'lsa, cho'ngroq bolalarniki shu nimada uyqusini yaxshi bo'lishi, masalan, hozir etrafimizda boshqa bodamiz bilan biz yo'qlab qaragan burun masala bor bolalarni cho'qim vaqtda doktorga olib operatsiya qildirish kerak. Endi operatsiya qilib hal bo'lamdi, ko'pincha hal bo'ldi, ammo yana qaytadan tekrar o'sib chiqadiganlar bor. Buni ham diqqat qilish kerak. Ashu siz operatsiya qilgan bolaning operatsiyadan keyin bolaning immun kuchini oshiradigan, to'liq kasal bo'lmaydigan, tamoqdan yeydigan ekansiz, bolada kasal takrar qaytalanmaydi. Bunda bo'lmasa, gelishi bu ba'zi yana o'sadi. Ama bunda bolaning uyqusi yaxshi bo'lmaydi. Endi bu qo'rak tatayotgan bolalarni bugun maktabda bir atil operatsiya qilgani yaxshi qilib ketib bo'lmaydi. Ama mushalar qanday uyqusini yaxshi qilamiz degan chaqda, mening tavsiyalarim bir qancha nuqtalar. Birinchi, bolangiz qo'rak tatadigan bola bo'lib qolsa, bolangizning uyqu soatiga bek diqqat qiling. Masalan, bolangiz 9 uxlaydigan bo'lsa, cho'qim 9 uxlashga diqqat qiling har kuni. Xo'sh. Bir kun 11'da, bir kun 12'da, bir kun 9'da balonga düzensiz holat qilmang. Tartiblik bo'lsin. Chunki aslida balongiz 9 uxlagan bilan bu tartiblik deb bosqichni tamom uxlayolmaydi. Bundan siz 9'da 9 vaqtda uxlating. Ikkinchisi balongizni birinchi qitimlik uyqu, ikkinchi qitimlik uyqu vaqtingizda siz ishlaringizni qilasizmi? Uchinchi bosqich masalan 7 soat, 8 soat uxlaysiz, 8 ni 4 bo'lsa 2 soat. Oldin 4 soat o'tib ketsin. 4 soatdagi soatni to'g'rilab qo'yib, balangizni xo'rak topgan zamatla balangizni o'ngshab qo'ying. Beshini o'ngshab qo'ying, yasini yiraq qo'ying, ya suv ichkizing. Balangiz bilan xo'rak tatib kelsa, balangizni azroq uyg'otib, qaytadan uxlashiga yordamchi bo'ling. Shu xo'rak tatgan paytda bola uxlamasin. Buning bilan balangizningki uyqusiga kafolat qiling. Yana bizga xo'sh, sizlar uyingizda bir bola xo'rak tatadi. Bir qancha bolalar hech qas tatmaydi. Uyning sharoiti shunga to'g'ri kelib qoldi-da, xo'rak tatadigan bolalar bilan xo'rak tatmaydigan bolalarni bir uyga yotqizmang. Xo'rak tatadigan bolangiz uxlab, xo'rakni tatib uyquga kirib ketgan bilan kerak uxlab qolgan bolalaringiz xo'rakni ta'sirida uxlayolmaydi. Xo'sh. Shuning uchun agar biz oila sharoitimiz işte birga yotqizma amalimiz yo'q, ayrim uylarimiz yo'q deydigan ota-onalar bo'lsa, avval xo'rak tatmaydigan bolalaringizni uxlating. Chunki ular begarak uyquga kirib ketganda xo'rakning ovozini tuymay uxlab ketadi. Buning uchun xo'rak tatadigan bolalar bilan xo'rak tatmaydigan bolalarni bir uyda yotqizishni to'g'ri emas. Onaniki dadasi yoki apsi xo'rak tatadigan bo'lsa, bolalar bilan birlikda bolalarning uyqusiga ta'sir ko'rsatadigan ishni ijro qilish kerak. Aslida ko'pincha erlar xo'rak tatadi deydi. Amaliyotda ayollarning nisbati xo'rak tatish nisbati yuqori ekan. Lekin ayollar erlarni bolalar uxlaydigan bo'lganlik uchun yoki ayollar sezgur bo'lganlik uchun erlarni xo'rak tatganda bolalar bayqab olgandan keyin erlarga sen xo'rak tatsa deydigan, ular xo'rak tatmayman deydigan, ya tatsadek oxir doktorxonaga berib o'zini xo'rak tatgan oxir bildi ekan. Ammo ayollarning uxlagan vaqtda erlar diqqat qilmaganlik uchun ayollarning xo'rak tatishini biz kim bilmaydi ekan. Bu xo'rak tatishni boshqalar tomonidan bayqalgan kasal.
Xorak tatgan odam xorak tatdi degan sizcha e'tirof qilmaydi. Men xorak tatmayman. Men xorak tatdim deb tinib oldi. Shundoq. O'zi bilmaydi. Endi hozir oson telefonni ichiblar, xorak tatgan tatmag'ini ovozini olib qo'ysak, o'zining ovozini tonib oladi. Bolalarning ham shu. Mesela doktorxonaga operish to'g'ri kelib qolsin, bolangiz oshib xorak tatib vaqtini telefonni yaxshi ilib, bolam soat manchadan mancha o'tganda, har kuni mancha vaqtda, mancha minut, mancha daqiqa xorak tatidi, xorak tatganda bunda alomatni topasiz, bolangizningki kasallik alomatini doktor bilan undan ta'minlagan bo'lsiz. Chunki siz bolangizni doktorxonaga olib borganda, bolangiz o'g'il holatda topasiz. Bolaga getirib olmaysiz. Unda o'g'anda cho'qib uxlayotgan holatda bolangizningki kasallik alomatini telefondan undan foydalanib evilishingiz kerak. Endi cho'nglarnikida shu xorak tatgan odamlarda shu uyqusini yaxshilash uchun cho'qim davolashga ahamiyat berish kerak. Xorak tatgan hozir aqlli jihozlar chiqilib, ularda ko'p necha xil usuldan debdi, lekin ilmiy usul bo'lgani mushta og'izga sevalgan ustuniki. Og'izga sevilib yotdi degansiz, u avtomatik tok chetib qo'yadi. Avtomatikla qo'zg'aydi tatgan. Endi erlarniki, cho'nglarniki xorak tatishga diqqat qilmagan chog'da yurak to'xtaydigan, hatto cho'q o'ylab qolgan falan bo'ladi. Kichik bolalarning u darajada emas. Chunki nima ish qilganda cho'ng'a siri odamni o'pib nafasinish bilan qo'saq nafasini tansiqladi. Hatto qo'saqdan bekarak nafas kuchaydigan bo'ldi. Chunki hozir nimani alomatki erlarda qo'saq silish bek eg'ir. Ayollarga vaqtda erlarda qo'saq bek yo'q. Bunda sharoitda xorak tatishmi bek eg'ir. Nima ish qilganda qo'saq havo kirganki, u havoni chiqarish uchun bir kuch, uni ichiga tortish uchun bir kuch, shunga bilan xorakning ovozi texnik kuchga chiqadigan ekan. Endi erlarga bu semirib ketishning oldini olish bek muhim. Men bizning bu darsimizga aloqasi bo'lmaganligi uchun so'zlayman. Ammo semirib bolaringiz bo'lsa, o'rqlashga diqqat qilish kerak. Bolangizni uxlayotgan vaqtda xorak tatib ketguncha bolangizga hamkorlashib, u bolaning bir ozroq uyg'onib, qaytadan uyquga kirishiga yordamchi bo'lishingiz kerak. Doktorga borib test qilishingiz kerak. Nurg'un joylarda diqqat qilsangiz, bu bir yo'g'on bir ig'ir daraja kasallik emas. Lekin asta-asta bolalarning kunlik hayotiga ta'sir ko'rsatadigan. Anaki mau shu ko'chalarda bek asal urushib ketadigan, boshqalarni aran so'qish qilib aran turadigan, og'zi buzilib aran turadigan, nervin ochig'i yomon o'sha odamlarni statistik qilsa, o'shalarning 90% qo'rqadi. 90% xorak tatadigan odamlarning mijoz xarakteri chiqsa, bular aslida urush qilib aran turadi. Nima ish qilsa, kets yaxshimag'alsin, meni oksigenlar to'liq ta'minlanmaganligi uchun, menga ko'yonganki, butun nerv sistemasi parchash oladi ekan. Shunaqa shu yaqto'sh urush bo'ldigan, sho'pirlar chiqib ko'rilgan bu ish. Bu sho'pirlarning shu xorak tatgan eg'ir bo'lsa, ko'chada mashina turib to'xtab qolgan ahvollar eg'ir bo'ldi ekan. Bu cho'nglarda ko'rilgan masala. Lekin bizning bolalarimizning asosiy ta'sir ko'rsatgan bolalarniki kunduzi maktabda uxlab qoladigan, bo'rinlashadigan, dars qo'shaqmaydigan, tamoq qo'shaqmaydigan bolaning bir kunlik hayotida biz o'zimiz mamnun bo'lgan bir hayot bo'lmaydiganligi uchun biz bunga ota-onalar cho'qim uyquga ahamiyat berishimiz kerak. Endi kichik bolalarga dori berib, tutadigan ish yo'q. Yoki bu asbobni og'ziga tasib qo'yadigan ish yo'q. Faqatla bolalarda ko'rilayotgan kasallikning bayqab shuni davolasa, xorak tatish yaxshi bu ketadi. Ammo yaqinda bir ota-ona surti bolamni operatsiya qildirdi. Yana xorak tatishga boshladi. Demak, bolaning yana o'sishga boshlagan. Bu o'sayotgan bolaning shu kasallik qarshi turishga ojiz, tamoqni yaxshi yemaydi, ojiz bolalar ko'p kasal bo'laveradi, kasal qayta-qayta. Bu yog'li xarakterlik badamizdan biz qo'shilib qolgancha xorak tatish ham ko'rildi deganga. Shunga yana bolalarda bor bo'lgan kasalliklarni bayqashga ahamiyat berishimiz kerak. Ko'pdan ko'p rahmat Elnur xonim. Haqiqatan biz kichik chaqlab qilgan bilan amaliyotda sog'lomligimizga ziyonlarni olib keladigan kasalliklar haqiqatan ko'pkan. Vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oxirlashtirish oldida turyapmiz. Ekran oldidagi ko'ruvchilarimizga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bo'lsa olsak. Endi bu programmani davom qilyapmiz Allohning izni bilan. Ko'pincha ota-onalar foydalanganligini deb mamnun qilyapti. Biz buningdan butun xalqimizni ta'minlab, hamma xalqimizniki bizning umidigini biz yetkazib olmaymiz. Lekin men degan shu so'zdan darslarning hammasi qandaqdir men darsni so'zlaychi, dars mana bu deb so'zlangan darslar bo'lmasdan, ya'ni xalqimizning bizning ehtiyoji tug'ilib so'rayotgan savollarga qarata so'zlangan darslar. Onun uchun o'zimizning bolalarimiz bunda bo'lmasa, atrofimizda shunday bolalar bo'lsa, shuni Allah razı olsun yetkazib qo'yaylik. Chunki bir narsani boldiroq bayqab olsa, boldiroq davolash aqlli bo'ldi, boldiroq oldin aql bo'ldi. Keyin bayqagan narsa aniq vaqtida kechikkan bo'lmas. Shuning uchun garchi bu dars qarmoqqa yarim soat tugaydigan oddiy bir gaplar bilan boshlagan darslar qilganlar, lekin bir insonning hayoti bo'yicha
Şunu ömürlük hayatına təsir göstərən dərslər bolğanlığı üçün görürmənlərimi bu dərsni şu ətraflığa kən köləmdə yeyib qoyuşunu ümid qılımız. Nurg adamlarımız aldıraş bu videodan sen körüp bulamayız, anlap bulamayız. Lekin ətrafımızda tanışlarga kasallik alameti bolsa, şəxsən mənim bu dərsini çoğunluğa anlatmaqsam buludu. Neymiş qəlgən çağda özlük xorakni kasallik aramaydigan, 20-30 yıl yaxlar atıvatqan, oy turib жүргім санжыватыр деп жүрек кесілімі деп өзіне диагноз қойыватқан, яғни күнде бешім ağrıyor деп беші ağrықылы жүріватқан, өзінің semizliğini kontrol qılmay xorakni eğilişmesi sebep qan besim çıqıvatqan, muşlarmı ma dərsini tügetken to'xtab turay, men doktorga baray, uyqu testini yap turay, 24 saatın içinde 6 saat uyqum qanchalik bo'ladı, men bundan davolanishim kerakmi? Endi o'zimizga ba'zan bayqab turib doktorxonaga bormay davolanmasak o'zimizga bendek o'zimiz bo'lib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun bu darsning kichiklarga cho'nglarga foyda bor deb qarayman. Endi Alloh taolo bu hammamizga manfaat qilsin. Ko'pchilikka ko'p rahmat. Amin. Biz sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Haqiqatan Elminradimiz nayda yaxshi bizga mushu bilib olishga tegishli bo'lgan masalani deb aytadi. Mushuningga o'xshash biz bayqayolmaydigan sizlar o'zingizlarda ko'rilayotgan masalalar bo'lsin, mush sog'lomlikqa oid bo'lgan har qanday bir masalalar bo'lsin, fikr talablaringlar bo'lsin, har vaqt bizning fikr talab qismimizga yozib qo'ysanglar, yo bo'lmasa doktorimiz Elminur xonimni izlasanglar bo'ldi. Programmamizningki aqsabda xizmat qilayotgan xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ekran oldidagi ko'rmanlarim sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh kelarki sonda ko'rishguncha sizlarni Allohga topshirdik. Hammanglarga Alloh omonat.